Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli otalar, tinch omonmisizlar? Bir hadis o'qib qoldik. Shu hadisni aytib o'tsak. Ibn Abu Hatim an Abi Darda radhiyallohu anhu. Abu Darda radhiyallohu anhu da rivoyat qiladigan bu kishi Abu Darda radhiyallohu anhu aytar ekanki, "Zakarna 'inda Rasulilloh sallallohu alayhi vasallam az-ziyadata fil umri." فقال إن الله لا يؤخر نفسا إذا جاء أجلها. Biz payg'ambar alayhissalomda oldida insonni umridagi ziyoda bo'lishligi, ko'payishligi haqida payg'ambar alayhissalomning oldida bir zikr qilib esladik. Shunda payg'ambar alayhissalom aytdiki, albatta Alloh taolo bir nafsga, bir insonga ajali keladigan bo'lsa, uni hech ham kechiktirmaydi. Va innama ziyadatu fil umri, insonning umrini ziyoda bo'lishligi an yarzuqallohul abda zurriyatan solihatan. Alloh taolo bir insonning umrini ziyoda qilishligi degani o'sha bandaga solih bir zurriyatni rizq qilib berishligi deb aytdi. Yad'una lahum, unga duo qiladigan. Fayalhaquhu du'ahum fi qabrihi. O'sha farzandlarini, solih zurriyotlarini duolari fi qabrihi, ana shu insonga qabrlarida yetadi deb payg'ambar alayhissalom aytdi. Bu farzandlarimiz bizga inshaalloh o'lganimizdan keyin duolari albatta yetadi. Farzandlarimiz Alloh taolo solihalardan qilishligini nasib qilsin. Alloh taolo hammamizga solih zurriyotlar bilan rizqlantirishlikni nasib qilsin. Shuning uchun otalar, mana shu imkoniyatdan foydalanib qolaylik. Farzandlarimiz ham, avvalo o'zimiz ham shu narsaga harakat qilaylik. Chunki insonmiz, baribir bir kun hammamiz ketadiganmiz bu dunyodan. Ketganimizdan keyin eng bizga kerak bo'ladigan narsa o'zimizning solih amallarimiz. Undan keyin biz ortimizdan duo qiladigan farzandlarimiz ekan. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.